Bishkek Qo'sh avtoyo'liga shag'al aralash tosh tushgani sababli bir tomonlama vaqtincha yopildi. Favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotiga ko'ra, bugun soat 10:00 atrofida Bishkek O'sh avtoyo'lining 398-chaqirimida ko'lami 1300 metr kub qum aralash shag'al tushib, avtoyo'l bir tomonlama yopilgan. Yo'lni tozalashga 30-son yo'l xizmat ko'rsatish ishxonasining bir yuk ortuvchi va bir grederi jalb qilingan. Samolyot Batkenga yetmay avariya holatida Bishkekka qo'nishini tekshirishga komissiya tuzildi. Buni Fuqaroviy aviatsiya agentligi ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur samolyot Tezjet xususiy aviakompaniyasiga tegishli. Bu haqda Xalqaro Manas aeroportining matbuot xizmati bildirdi. Eslatib o'tsak, kecha Bishkek-Batken reysini amalga oshirgan samolyot parvozning yarmidan ortga qaytib, Manas xalqaro aeroportiga qo'ngan. Qurbon va yo'lovchilarning barchasi eson-omonligini, komissiya voqea sabablarini ko'rib chiqayotganini bildirgan. Aqsi rayonidagi Kerben aeroporti qayta ishga tushiriladi. Bu haqda 1-mart kuni Jo'g'org'i Kengash yig'inida ma'lum bo'lib, tegishli qaror qabul qilindi. Deputat Almazbek Ergeshev bayonot berib, bemorlarni olib kelish va mahalliy yashovchilarning yo'l muammosini kamaytirish maqsadida aeroport ishini qayta tiklash kerakligini bildirdi. Ergeshevning aytishicha, Aqsi rayonida 350 ming aholi istiqomat qiladi. O'zbekiston bilan aloqalar yaxshilanib borayotganini hisobga olganda, Aqsi bilan chegaradosh O'zbekistonning Namangan shahrining yashovchilar ham aeroport xizmatidan foydalanishi mumkin. Shu sababli uning ishi o'zini o'zi oqlaydi. Eslatib o'tsak, Kerbendagi aeroport 40 yil avval qurilgan. Sovet ittifoqi vaqtida havo maydoni orqali samolyotlar qatnagan. Jo'g'org'i Kengashning KSDP fraksiyasi arzon turar joy 2015-2020 dasturi amalga oshirilishini muhokama qiladi. Qirg'iziston hukumati bundan 2,5 yil avval arzon turar joy dasturini qabul qilgan va uning asosida Davlat ipoteka kompaniyasi tuzilgan. Kompaniya shu kunga qadar umumiy 2400 ga yaqin odamga summasi 2,5 milliard so'mdan ortiq nasiya berdi. Yanvar oyida prezident Sooronbay Jeenbekov, moliya ministri Adilbek Qosimaliyevni va Davlat ipoteka kompaniyasining raisi Baxtibek Shamkeyevni qabul qilgan vaqtda bugungi kunda belgilangan 8-10% ustama ayrim fuqarolar uchun og'irligini aytgan. Biroq bu yil ipoteka nasiyasining ustamasi 7% ga tushirilib, kelasi yilning boshidan nasiyalar 6% bilan berila boshlashini ta'kidlagan. Aholining ruhiy salomatligini saqlash bo'yicha umumiy dastur qabul qilindi. Unga hukumat rahbari Sapar Isaqov qo'l qo'ydi. Bunday qaror yangi davrga 40 qadam hukumat dasturini amalga oshirish asosida qabul qilindi. Dasturning maqsadi ruhiy sog'liqni mustahkamlash, mahalliy tibbiy yordamni ta'minlash bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, joylarda ruhiy salomatlikni saqlash bo'yicha kompleks xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan. Dasturni amalga oshirish bo'yicha 5 yil muddatga 35 tadbirdan iborat dastlabki reja qabul qilindi. Uni tegishli davlat organlari, fuqaroviy jamiyat va nodavlat tashkilotlarning vakillaridan iborat ishchi guruh ishlab chiqqan. O'sh shahrida may oyigacha piyodalar yo'laklari va yo'l chetiga qo'yilgan savdo rastalari qolmaydi. Bu bo'yicha shahar meriyasidan 2 komissiya guruh tuzildi. Sababi, shahar bo'yicha har qadamda noqonuniy savdo rastalari joylashtirib olganlar bor. Shu sababli ularni tartibga keltirish zarurati tug'ilmoqda. Kuni kecha talabalar shaharchasidagi savdo uylari buzilib surdirildi. Reyting borishi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Men tushundim, ovoraman deyapman, 1 soat srok beringlar. 1 soat bering. Bugungi reyd talabalar shaharchasida bo'lgani ham bekordan emas. Sababi oliygoh atrofida ham shuncha savdo joylari bor. Bularning asosiy qismi noqonuniy ochilgan, deydi munitsipal mulk boshqarmasi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, qizil chiziqdan chiqib, hujjat yo'q savdo qilganlar ham bor. Bundaylarga bugun chora ko'rilib, savdo rastalari olindi. Mizomsiz solingan o'sha uchun polni olib solish kerak. Odam harakat qilib bir ishga joylashib qo'ysa bir yaxshi bo'lmoqda. Endi men tushuning-da, jon aka, boy aka tushuning. Meni aqcha topadan, men harakat meni ishga joylab qo'ylar. Onda Moldoqadagi o'sha tog'ini jo'g'ida qurmoqda. Xudo bilsa quram aka shuni. Quram shuni. Sizlar buzish qo'lingizdan kelyapti. 1 soat qo'yib qo'ylar deyapman. Men olib ketaman buni aka. 1 soat qo'yib qo'ylar aka, tegmalar hozir buni. Hozir tegmalar aka. Masalan, bu savdo joyining egasi reyd boshlanmasdan oldin qochishadi, deydi komissiya a'zolari. Sababi, do'konlar oldidagi qurilishlar noqonuniy o'rnatilgan. Shu bilan birga xavfsizlik qoidalari ham saqlanmagan. O'sayotgan daraxt yordamida tomi yopilib, yong'in chiqish ehtimoli yuqori. Trotuarga bunday tandırlarni, bunday
навестерди өзүм билемдик менен эле буруп алып атышат. Ордунда текшерүү учурунда мындай мыйзам бузуулары аныкталып атат. Ошол себептен мына комиссия түзүп, комиссия негизинде ошол мыйзамсыз нерселерди алып снос иш-чаралар жүргүзүлөт. Mazkur savdo joyining rahbari esa piyodalar yo'lakchalariga o'tirgichlar o'rnatib olgan. Shu sababli yo'lovchilarga to'sqinlik qiladi. Komissiya vakillari ularni oldirish topshirig'ini berishdi, biroq bunga do'kon egasi bir qancha vaqt qarshilik qildi. Fotoğrafını açış gerek, kağıt taşlaş gerek. Kağıt verilgen ece. Kimge taşladın kağızı? Kimge Benim taşladın? şurada abatıntıya taşladın da. Hiç kim bana ayıptan daha yok, ben kağızı görgün daha yok. Başka kağızı gösterdiler. Ergen deyip onda koğungu mümkün emas ece. Anda bu bir saatten keyin gelgenim ben jetkisi koymuş o mestasına. Kim gitti olsa o şoğu. Merdin özünü baramazdı. Bugungi reyd asosida bu kabi 10 ga yaqin do'konlar oldirildi. Ularning barchasi piyodalar yo'laklariga joylashib, qizil chiziqdan chiqib ketganlar. Mutaxassislar tomonidan barchasiga bungacha ogohlantirishlar berilgan, biroq hech kim ahamiyat bermagan. Buyruk bolsa эмне жөнүндө түзүлгөн? Буйрук ошол буйруктун максаты шаарыбыздагы мындай мыйзамсыз көрүнүш, мыйзамсыз курулган объектилердин иретке келтирип, шаарыбызды көрктөндүрүп, качанга чейин өзүңүздөр көрүп турасыздар, мындай мыйзамсыз курулуулар өз билемдик менен эле курулуштар көбөйүп жатат. Agar surdirilgan savdo markazlari qayta o'z holiga keltirilsa, ular javobgarlikka tortiladi. Ta'kidlab o'tsak, reyd 19-fevraldan beri davom etmoqda. Ikkita komissiya guruhi may oyigacha markaziy ko'chalarni tartibga keltirishni rejalashtirmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'iboyeva, Azam Buzrikov, Intimoq. Qirg'izistonda 46 kishi yordam puli olish uchun Afg'onistondagi urushga qatnashgan degan hujjatlarni yasatib olishgan. Bu haqda Bosh prokuratura ma'lum qildi. Unga ko'ra lavozimni suiiste'mol qilish, tovlamachilik moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'aldi. Tekshiruv natijasida aniqlanishicha, komissariyat xodimlari fuqarolar bilan til biriktirib, Afg'oniston hududidagi urush harakatlariga qatnashgan degan hujjatlarni berishgan. Budjetga keltirilgan zarar deyarli 24 million so'mga teng.